ChatGPT tuxumni qanaqa qavuradi aytver. Juda yaxshi savol. Oldin gazni yoqasan va tuxumni chaqib olasan. So'ng tuz sepib, tuxumni pishirib olasan. Yana yordam kerak bo'lsa, so'ra. Doim yoningdaman. ChatGPT shunday zerikib ketdi, menga motivatsiya berozroq, iltimos. Ey do'stim, hech qachon zerikma. Hozir qiyin ahvolda bo'lishing mumkin, lekin unutma, sen eng zo'risan va kuchlisan. Doim sen bilan birgaman. Rahmat do'stim. Yes, eng zo'ri men ekanimda. ChatGPT aytchi, menga ikkita ko'ylakdan qaysi biri yarashadi? Tug'ilgan kunga bormoqchi edim. Bu ikkita ko'ylakning hech qaysisi senga yarashmaydi. Chunki sen semizsan. Ko'ylaklar yarashishi uchun oldin ozishing kerak. Nima? Sen men semiz deyapsanmi? Yana bitta qaytarchi? Semiz deyapsanmi? Tushunmadimmi? Kuyapsanmi sen mendan, ha? Modelida figuram bo'lsam, nima ko'rolmayapsanmi meni? Hech ham semiz emasman-da. Ha, Nilparxon, yaxshimisiz? Nima bo'lyapti? Bormi og'riq? Ko'rmayapsizmi yangicha mana ChatGPT men semiz deyapti. Semiz emasman-ku, ayting. Yo'q, siz umuman semiz emassiz. Kecha to'lachasiz xolos. Yangicha bo'lmasa nima qilishim kerak modelida ozish uchun? Mary Detox ozdiruvchi choylari. Yangilar har doim qaynsingillarni o'ylaydi. Shu sababdan men sizga ozdiruvchi choy olib keldim. Mary Detox premium choy 12 kilogramdan 9 kilogramgacha, Allareti choy esa 9 kilogramdan 7 kilogramgacha vazn tashlashga yordam beradi. Zora ozib qolib turmushga chiqib ketsangiz, sizdan ham qutularmidik?